islom dengizida iymon kemasi. Dinni xurofot deb o'rgatdi ta'lim, e'tiqod nur sochgan o'sha zamonda. Xudoga ishonmang desa muallim, qalb ko'zi aytardi Alloh yagona. Namoz o'qimasdi, lekin odamlar or-nomus yo'lida jonin berardi. Mehr oqibatga adolat kamar, birovning haqqidan hazar qilardi. Ayol ko'ziga tik boqmas edi. Oxirat dardida yonib yashardi. Yigitlar qizlarga gap otmas edi. Singillar nomusin or deb bilardi. O'g'rini mahalla yo'lga solardi. To'g'riga yo'l ochib ko'ksin tutardi. Elotning quvonchi, g'aribning to'yi, bevaqt o'lim ham elning qayg'usi. U kunni ertakday eslaymiz bugun, oradan atiga 40 yilcha o'tdi. Shu yillar hisobi bo'lib bir tugun, ajrim daftariga muhrlar bosdi. Ota-yu onaning gunoh badalin sho'rlik farzandlari to'laydi afsus. Yoshlarni koyiman, qarang o'zlaring, qaytar dunyo ekan, qaytdimi afsus. Ahli musulmonlar masjidda bugun Allohga yuzlanib namoz o'qiydi. Afsuski ba'zilar o'z nafsi uchun joy namoz ustida g'alvir to'qiydi. Firibgar, muttaham, otin qamchilar dinni niqob qilib kechar iymondan. Foydalanib qolay deya shoshilar sodda odamlarning soddaligidan. Ba'zi bir ulug'lar tarmoqqa chiqib nom uchun, shon uchun o'yin qiladi. Iskandarning qo'li ketdi-ku ochiq, qora yer to'ysa ham odam to'ymadi. Kim o'zar o'ynashar boylik yo'lida, sarxush bo'lib qolgan odamzod bugun. Tarozi pallasi haqning qo'lida, iymonning qiymatin so'raydi u kun. Suratim kuzning bir sarg'aygan bargi, dilimni yashnatar ilohiy sasi. Mag'rur suzib borar hidoyat sari, islom dengizida iymon kemasi. Ey shoir, sengani uxlab daming ol, deydigan bitta do'st qani topilsa. O'z dunyom ichra bu isyonkor xayol, bir kun ado qilar Xudo xohlasa.